Marvelning 1610-olami. Bu olam Ultimate Universe, ya'ni maksimallashgan olam deb nom olgan. 2000-yillarda Marvel qayta start qilishni xohlaydi va ushbu olamni yaratadi. Bu olamning farqi ko'proq real hayotga moslangan ekanligida. Zamonaviy va qahramonlar qayta yozilgan. Ko'proq realistik, siyosiy va psixologik yondashilgan. Miles Morales ham shu olamda paydo bo'lgan. Peter Parker bu olamda vafot etadi. Keyin o'rniga Miles o'rgimchak odam bo'ladi. Bu ssenariyni biz O'rgimchak odam yondosh olamlar multfilmida ko'rgan edik. Bu olamda fantastik to'rtlik lideri Reed Richards The Maker degan superyovuzga aylanib ketgan. Avengers, asoskorlar. Ular bu yerda Ultimates deb ataladi. Kapitan Amerika ham ancha sovuq va militaristik ruhda tasvirlangan. Hulk haqida esa gapirmasa ham bo'ladi. U haqida video qilganman. Kommentdan o'tib ko'rishingiz mumkin. Ushbu olam Secret Wars'dan keyin qulaydi. Miles Morales va The Maker 616-olamga ko'chiriladi. 616-olam bilan taqqoslaganda 1610-olam zamonaviylashgan, reallik ustida qurilgan, siyosiy qarashlar keskin va qorong'u olamlardan biri. Qisqa xulosa, 1610-olam agar Marvel real hayotga yaqinroq bo'lsa, nima bo'lar edi degan savolga javob.